Assalomu alaykum hammaga. Men Rahmon So'sh, Iqtisodiyot va pedagogika universiteti Samarqand kampusi iqtisodiyot fanlari o'qituvchisi bo'laman. Bugungi videoimizning mavzusi raqobat. Xo'p, demak biz raqobatda qaysi rejalarni bugun ko'rib chiqamiz. Biz sizlar bilan bugun birinchi rejamiz raqobatning mohiyati, shakllari va usullari. Ikkinchisi monopoliyalarning iqtisodiy asoslari va turlari. Uchinchisi narxiy raqobat mazmuni va turlari. To'rtinchisi raqobatning turli ko'rinishda sharoitlar narxlarning shakllanishi va xususiyatlari. Xo'p, raqobat nima ekan? Raqobat aslida bu yuqori foyda va daromad olish maqsadida nafiylikning eng yuqori darajada yetkazish maqsadida bozor sub'ektlari iqtisodiy manfaatlarining to'qnashishi hisoblanadi. Xo'sh, raqobatning qanaqa turlari bor ekan? Xo'p, ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar o'rtasida raqobatning asosan 3 turi mavjud. Birinchisi bu ishlab chiqaruvchilar o'rtasidagi raqobat va bu raqobatda tovarlarni qulay sharoitda ishlab chiqarish, yuqori narxda sotish va bozordagi mavqeini mustahkamlash uchun ishlab chiqaruvchilar o'rtasidagi muntazam raqobat bor. Ikkinchisi esa bu resurs egalari o'rtasidagi raqobat, ya'niki bu o'zlarida bor resurslar, kapital, yer, ishchi kuchi va shu kabi resurslarni yuqori daromad olish maqsadida sotish bilan bu o'rtasidagi raqobatni biz resurslar o'rtasidagi raqobat deymiz. Xo'p, iste'molchilar o'rtasidagi raqobat bu daromadlarning mavjud darajada ko'proq miqdordagi tovarlarni sotib olishga va kam miqdordagi summa egasiga ko'proq nafiylikka erishishga ketadigan raqobat bu iste'molchilar o'rtasidagi raqobat deyiladi. Xo'p, raqobatning shakllari juda ham ko'p. Xo'p, biz ko'rishimiz mumkin, ishlab chiqaruvchilarning bozordagi mavqeiga ko'ra raqobat quyidagi turlarga bo'linadi. Birinchisi sof raqobat, ya'niki ayrim ma'nolarda erkin raqobat ham deyiladi. Ikkinchisi sof monopoliya, uchinchisi monopolistik raqobat va to'rtinchisi oligopoliya. Xo'p, miqyosiga ko'ra raqobat shakllari tarmoq ichidagi raqobat, tarmoqlar o'rtasidagi raqobat, milliy xo'jalik doirasidagi raqobat va jahon xo'jaligi doirasidagi raqobat shakllariga ega. Va bundan tashqari sodir bo'lish xarakteriga ko'ra raqobat tartibsiz, ya'ni stixiyali raqobat, tartibga solinadigan raqobat turlariga ega. Xo'p, amalga oshirish usuliga ko'ra raqobatning ikkita shakli bor. Bu narx vositasi o'rtasidagi raqobat, ya'ni bu narxiy raqobat, ikkinchisi esa narxsiz raqobat. Amalga oshirish yo'llariga ko'ra raqobat turlari esa halol raqobat va harom raqobat shakllariga ega. Xo'p, bizda birinchisi ishlab chiqaruvchilarning bozorni mavqeini belgilab beruvchi omillar. Bular ishlab chiqaruvchilar, ya'ni sotuvchilar soni, ikkinchisi esa to'siqlarning mavjud darajasi, ya'ni bozorga kirish va undan chiqib ketish. Va bular orqali biz ishlab chiqaruvchilarning bozordagi qanday mavqega ega ekanligini bilib olishimiz mumkin. Hop, biz ko'rib chiqamiz. Birinchisi raqobatning shakllariga keladigan bo'lsak, 4 ta shakl bor dedik. Birinchisi sof raqobat, sof monopoliya, monopolistik raqobat va oligopoliya. Hop, biz bunda ishlab chiqaruvchilar soni va to'siqlarning mavjudligi darajasiga ko'ra bularni bir-biridan farqlaymiz. Birinchisi sof raqobat. Bunda ishlab chiqaruvchilar soni juda ko'p bo'ladi va to'siqlar mavjud emas. Ya'niki siz bozorda bemalol raqobat qilish imkoniyatiga egasiz. Ikkinchisi sof monopoliya. Bu yerda ishlab chiqaruvchi yagona bo'ladi va to'siqlarning miqyosi katta bo'ladi va katta taqiqlash bilan barobar bo'ladi. Xo'p, monopolistik raqobatda qanday bo'ladi? Monopolistik raqobatda ishlab chiqaruvchilar soni nisbatan ko'proq bo'ladi, to'siqlarning mavjudligi esa unchalik ham katta emas. Xo'p, oligopoliyada esa monopoliyaning bu yerda teskarisi hisoblanadi, ya'niki ishlab chiqaruvchilar kam son, to'siqlar esa katta, ya'niki bu ham xuddiki monopoliyaga o'xshab bir qancha ishlab chiqaruvchilar o'zaro kelishgan holda oligopolistik raqobatni yuzaga keltiradilar. Xo'p, shakllarini bundan tashqari yana raqobatning shakllarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, tarmoqlar ichidagi raqobat, ya'niki mahsulot ishlab chiqarish, sotish va qulay sharoitga ega bo'lish uchun bir xil turdagi, ya'ni bir xil tarmoqdagi korxonalar o'rtasidagi raqobat bu tarmoqlar ichidagi raqobat deyiladi.
Bunda asosan tarmoq ustidagi raqobat natijasida turli ishlab chiqaruvchi va tovarlarning narxlari bozor narxiga aylanadi. Xo'p, biz bunga tarmoq ichidagi raqobat deymiz. Tarmoqlar o'rtasidagi raqobat. Turli tarmoq korxonalar o'rtasida yuqori foydaga ega bo'lish uchun raqobat uyushtirilishi bu tarmoqlar o'rtasidagi raqobat. Bu raqobat natijasida korxonalarda hosil bo'lgan turli foyda va normalar o'rtacha foydaga aylanib qoladi. Xo'p, keyingisi ko'radiganimiz milliy xo'jaliklar doirasidagi raqobat. Buning natijasida o'rtacha narxlar va bozor subyektlarining yalpi milliy mahsulotning ulushi aniqlanadi. Jahon xo'jaligida raqobat turli davlatlar milliy ishlab chiqaruvchilarning bozor mavqeini mustahkamlash uchun boradi va buning natijasida alohida tovarlarning jahon narxlari shakllanadi. Xo'p, bundan tashqari stixiyali raqobat, ya'niki bu tartibsiz raqobat ham mavjud. Bozor kuchlari ta'sirida tabiiy ravishda ro'y beradigan raqobat bu tartibsiz raqobat. Tartibga solingan raqobat esa bu madaniylashgan tarzda qonun, qoida va me'yorlar asosida bo'ladigan raqobatga biz tartibga solinadigan raqobat deb ataymiz buni. Xo'p, narxning shakllaridan yana birlari bular narxlardagi raqobat va narxsiz raqobat. Ya'niki bu raqobatlashning ikkita usuli mavjud. Bu narx orqali raqobat qilishimiz mumkin va bozorda biz narxsiz raqobat qilishimiz mumkin. Demak, narx orqali raqobat qanday amalga oshiriladi? Narx vositasida raqobatlash, ya'niki bir xil turdagi mahsulot ishlab chiqaruvchilarning boshqa raqobatchilardan ustunligi qat'i uning narxida bo'ladi va bu narx orqali siz boshqa ishlab chiqaruvchilarni siz yengib o'tishingiz va o'zingizning ko'proq mijozingizga ega bo'lishingiz mumkin. Narxsiz raqobat esa bu albatta narxga bog'liq bo'lmagan va boshqa usullardan foydalangan holda o'z raqobatchilaringizdan ustunlik qilishingiz bu narxsiz raqobat deyiladi. Xo'p, narx yordamida raqobat qanday amalga oshiriladi? Va bu birinchisi bu narxlar jangi. Bunda yirik ishlab chiqaruvchilar raqiblarni tarmoqdan siqib chiqarish va uchun tovarlar narxini keskin pasaytiradi va uzoq muddatga pasaytirib turadi. Va bu orqali boshqa kichik paydo bo'layotgan korxonalar bu elastiklikka dosh bera olmay, sekin o'zlari bozordan chiqishga majbur bo'lishadi. Keyingisi bu demping narxlarni qo'llash orqali narxli raqobat. Bunda milliy ishlab chiqaruvchilar o'zlarining tovarlarini boshqa mamlakatlarga ichki bozordagi narxlardan ayrim hollarda tannarxidan ham past bo'lgan narxga chiqarishi bu demping narx deyiladi. Xo'p, bundan tashqari narxlarda chegirma qo'llash mumkin. Bunda o'sha ma'lum bir siz ishlab chiqarayotgan tovarlar uchun muayyan tarzda chegirma doimo siz joriy qilib turasiz va bu chegirmalar orqali narxlarni pasaytirish, bir muddat bo'yicha pasaytirish, masalan 30%ga 50%ga pasaytirib, boshqa raqobatchilaringizdan ustunlik qilish imkoniyatingiz bor. Bundan tashqari imtiyozli narxlarni qo'llash. Bunda xarid hajmini ko'paytirib bo'lgan iste'molchilar rag'batlantiruvchi, ya'ni imtiyozli narxlar qo'llanadi va bu narxlar doimo sizlarga boshqalardan ustunlik qilish imkoniyatini beradi. Xo'p, narxsiz raqobat qanday amalga oshiriladi? Bu narxsiz raqobat birinchisi bu tovarlar sifatini tabaqalashtirish, ya'ni bir xildagi ehtiyojni qondiradigan va bir turga mansub bo'lgan tovarlar turlicha iste'mol xossasiga ega bo'ladi va bu orqali siz narxsiz raqobatga ega bo'lishingiz mumkin. Ya'ni siz narx bilan bog'liq bo'lmagan holda bir tovar o'rniga ikkinchi tovarni sotish bilan siz narxsiz raqobatni yutib chiqishingiz mumkin. Ikkinchisi bu tovarlarni kreditga sotish, ya'ni tovarlar xizmatni ortiqcha bo'lgan sharoitda ishlab chiqarish va o'z tovarlar narxini kechiktirib to'lash bilan raqiblardan ustunlik qilish mumkin va bu hozirgi kunga kelib O'zbekiston sharoitida keng qo'llanadi, ya'ni iste'mol kreditlari va mahsulotlar narxini bo'lib to'lash imkoniyatini berib, siz boshqa raqobatchilaringizga nisbatan ko'proq mahsulot sotish imkoniyatiga egasiz va bundan tashqari siz narxdan tashqari servis xizmatlarini ham ko'rsatishingiz mumkin va bu orqali siz raqobatda, sog'lom raqobatda narxga bog'liq bo'lmagan holda siz buni amalga oshirishingiz mumkin. Va marketingda siz ishlab chiqarish va sotish jarayonini talabga nisbatan moslashtirishga harakat qilasiz va
bu orqali siz naqdsiz raqobatga ega bo'lasiz. Reklama bu tovar belgilari, muhim firmalardagi muhrlar va qadoqlash usullari, ya'niki siz sotayotgan mahsulotingizni jozibadorligiga oshirib, siz naqdsiz raqobatda yengib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, biz sizlar bilan bugun barcha raqobatning shakllari, turlarini o'tib chiqdik va keyingi videolarimizni ko'rishguncha qolamiz. Salomat bo'linglar. E'tiboringiz uchun rahmat.